Tirik haykallar beparasat. Tirik haykallar san'ati qadimgi Rimda paydo bo'lgan edi. O'sha paytda aktyorlar butun badanini maxsus kraskaga bo'yab ko'chaga chiqishardi va qimirlamagan holda turishardi. Hozirgi kungacha aynan tirik haykallar chempionati har yili Gollandiyada bo'lib o'tadi va rekord 2014-yilda bo'lgan bir yigit 25 soat 34 daqiqa davomida qimirlamasdan turgan. Hozirgi kunda biz Münchendamiz, Germaniyada. Bu Bavariyaning poytaxti. Beparasatlar. Hozirda ushbu tirik haykaldan biz so'rab bilamiz. U O'zbekiston haqida eshitganmi yoki yo'qmi? Ketdik. Gut. U ham beparasat ekan. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Guten Abend. Ah. Mir geht's gut. Und dir? Very good. Sehr gut. Ja. You come from? Uzbekistan. Have you heard about Uzbekistan? Uzbekistan. Pferde. Tashkent? Tashkent. Yes. Sen ham beparasatsan, sen ham beparasatsan. Yes, Tashkent. Tashkent. Lovely. Thank you. Herzlich willkommen in München. Und vielleicht ich fahre nach. Das ist fantastisch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hurmatli do'stlar, demak Münchenda va qolaversa Germaniyada, Bavariyada mana shunday tirik haykallar bilan birgalikda ko'rishguncha. Seni ham davolashadi. Salomat bo'ling. Xayr, yaxshi qoling. Yaxshi qoling. Salomat bo'ling.